bitta bolasi qoldi. Beli qizil ham ketdimi? Ha, hali vertolyot sotdi. Vertolyot 90 ga sotdi. Qizildi. Bitta o'zim 90 mingga sotdim. 100 ming so'm yig'lashim bor. Qani topdingmi? Oq bismillah. Buni anu seriya, anu diplashdi. Qaysi bilan? O'zi dumanli. Ko'k bog'la. Dumanli 200 ming 300 ming bergan. Qo'shing zo'r bola chiqadi. Kasha qilib 2 mahal bolalarni baqyapman men. Ketib qo'ygan bolalar. Bolalarni ina yo'q. Ota ham endi boshqa yo'l diplashib qoldi. Uni endi o'zim kunda 2 mahal beryapman. Ular yana haftaga donga tushib uchadi deb qoldi. Ular zo'r chiqadi bolalar. Kamagar ular. Kamagar chiqadi ular. Soat 3'da bo'ldi. Haligi bog'dosga sotib yuborgan endi bolalar. Uyam o'sha nimaga qilib qolib, nimaga qo'yib o'zgalarni yoshimiz katta bo'lmasa. U yomon, yana ikkita chiqyapti. Mana bularning nimasi men emas. Mana bularning nimasi men. Olishadi ular. Mana 10 lesh plasda ikkitadan beribman. Kech bet 3ta beraman. Keva. Bunaqangi kallani bittasi kichkinaroq bo'lib qoldi. Ikkoviga bir xilda bittasi sal ko'proq beruvdim. Endi ikkovi tenglashyapti. Meni nimalarimda ular. Nevaralarim. Meni nevaralarim. Soat 3'da bir beraman shundaycha. Mana. Berisi yana ichib berib qo'yay, yetib oladi. Ikkoviga 10 lesh plasda ikkitadan beraman. Ketchisi. O'zicha kichkinaroq mana. Don kam yeb qo'ygan. Unga keyin bir qisqa. Ana. Ular hali 3 oyda o'g'on. Shu bilan soat 3'da bir bersam, bir haftaning ichida donga tushib bo'ladi. To'rtta bolasi ular. Tashkentskilarga to'rayap qaraymi? Bitta ma'ya. Mashga olib tushib qo'ydim ular. Bolalarni. Shular baqiyapti. Ular ham bir haftaning ichida
eski qopqon yana tuxum qo'yibdi ana. O'zimizda eski qopqonda. Xononga nima olib keldim? Anjanskiy tuxum olib keldim. Ikkita, hali qora bilan oq boshga. Metam o'zimiz hali nima chillar tuxum qo'yib yotibdi. Chil tuxum qo'ydim. Bu kamagarga endi royalga cheri yo'q. Royal. Chiqib qoladi o'zimizda. O'sha